Eng tez muscle car. Ha, siz adashmadingiz, chunki dunyo uni shunday deb ataydi. 0 dan 100 gacha atiga 1.66 sekundda chiqadigan yo'ldagi qonuniy qahramon. Dodge Challenger SR Demon 170. Amerika qudratining baland cho'qqisi. 2023-yilda Dodge o'zining Challenger seriyasiga haqiqiy nuqta qo'yish uchun Demon 170 ni ishladi. Go'yoki injenerlar boshqa muscle car qolmasdan oldin eng zo'rini qilaylik deyishdi. Natijada shayton nomli sprinterlarga xos tezlanishga ega yo'l monstri tug'ildi. Dodge Challenger Demon 170 bu qo'rquvning to'la tanaga jamlangan ko'rinishi, yoppasiga mushakdek chiqqan arkalar, o'ljasini ko'rgan yovvoyi hayvon kabi old qism ko'rinishi, agressiv havo kirishlari va kapotdagi katta air grabber deb ataluvchi ulkan havo kirish oynasi, 18 dyumlik yengil disklari va keng shinalar trassani qimirlatish uchun chiqarilgan. Keng kuzovi yo'ldagi har bir raqibga yo'lni bo'shat deb baqiradi. Bu temir qiyofasidagi haqiqiy shayton. Unda 602 litrli Hemi V8 motor, katta supercharger bilan qurollangan. 1025 ta ot kuchi, 1281 Hm. Bu raqamlar asfaltni yorib tashlash uchun yetarli. 0 dan 100 gacha atiga 1.66 sekund. Bu vaqt emas, bu nayzadek zarba. Demon 170 u faqat tez emas, u qonunlarni yo'q qiladi. 0 dan 100 gacha atiga 1.66 sekund bilan dunyodagi eng tez ishlab chiqarilgan muscle car deb tan olingan. Chorak milni 891 sekundda bosib rekord o'rnatgan. Bu rekordlar NHRA tomonidan tasdiqlangan. Trassa va drak uchun maxsus suspenziya. Bu startda minimal yo'qotish uchun. Ishlab chiqarishda soni cheklangan. Jami 3300 dona chiqarilgan. Dodge Challenger SR Demon 170. Yo'lda u raqib tanlamaydi, chunki u hammasini tortib oladi. Quvvat miqdorini emas, ta'sirini his qilasiz. Amerika muhandisligidagi eng yovvoyi, eng shafqatsiz maxluq. U nafaqat muscle car, u yo'llardagi yagona hukmdor. Bu videoni Dodge Challenger SR Demon 170 fanatlariga yuborib qo'ying.